Assalomu alaykumlar. Hurmatli Shavot Avto kanali obunachilar do'stlar, bugun sizlarga navbatdagi reklamamiz Captiva bo'ladi. Egalardan birdan like bosib, Captiva izabiga obunachilar videoni tashlab qo'yamiz do'stlar. Qani esa videoni ko'rib tomosha qilamiz. Mana do'stlar, navbatdagi reklamamiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan Captiva bo'ladi. Kraskalari Radnoy, qora svet, Captiva 3 4 qilingan. 200 ming kilometr yurgan do'stlar, chisti o'zini yurgani. Liboy proverkaga olib borib tekshirishingiz mumkin. Xohlasangiz kompyuter olib borasiz, xohlasangiz ustani zo'rini olib borib tekshirsangiz mumkin do'stlar. Hozir moyni almashtirdik, yana shu yerdan moyni almashtirib, bu reklama qilish uchun chiqardik. Castrol degan 530 lik moy qo'yildi. Motor holatlari zo'r, kulish tegmagan, akkumulyator paket qo'yilgan. Plus 4 dona yangi balon qo'yilgan do'stlar. Holati dum zo'r. Mashina sostenasi chotki. Narxi undan ham zo'r. Yana nakitkalar qo'yilgan. Chisti o'zini yurgani, yana monitorlar qo'yilgan. Xullas, salon holatlari chotki turibdi. 1 gram aybi yo'q. Egasini aytishicha, Mers hadovoy ham qilingan ekan. Umuman lyuklari bilan. Xullas, 1 gram aybi yo'q. Olasizlar, faqat haydisizlar. Narxini e'tibor beringlar. Narxini propan gaz ham bor buni. Narxi do'stlar 150 million so'm. Prямо egadan. Xohlasangiz devini solasizlar, xohlasangiz оформить qilib ekishingiz mumkin. Birdan like-ni bosib, Captiva izabigalarga tashlab qo'yamiz do'stlar. Bu sostenasi вообще zo'r. Captiva 3 4 qilingan, holati chotki. Narxi do'stlar 150 million so'm. Barter variantimiz bor. 3lik motor bo'ladi, 4 tegizak ham tortadi. Xullas, holati zo'r. Ha do'stlar, sразу ekranning pastida nomer turadi. Aloqaga chiqib, kelishib olishingiz mumkin. Kimda kim reklamaga ehtiyoj sezsa do'stlar, kommentariyada men o'zimning nomerim turadi. Bemalol telefonlashib reklama qildirishingiz mumkin do'stlar. Holati chotki Captivamizni 150 million so'm narx qo'ydik. Kimda kim sразу telefon qilsa, kelishib barabarladi do'stlar. Kraskasi bilan probegini javob. Like bos, esdan chiqmasin.